Bandam deydi Alloh taolo Qur'onda aytadi. Ko'p narsaga aqling yetmagan uchun men aytsam mayda gap demagin deydi. Bular bo'lmasa so'rab o'tirmagin deydi. Bir shohi jahondan borib kichkina bir narsa so'rasang taqir bo'ladi. So'raganda shu og'zingga siqqanicha narsa so'ra degan. O'shani retseptini ham bergan bir oyatda. Robbana faghfir lana zunubana va kaffir anna sayiatina va tawaffana ma'al abrar. Va shu zo'r gap degan. Poka Parvardigor yurish turishim o'tirishim hammasi seni rizqoling nazarida deb bilyapman. Dargohingda qabul aylagin, borimizni oshirib, yo'g'imizni yashirishingga ishonaman. Yagona iltimosimiz Parvardigoro, bu dunyoda oliyjanob insonlar orasida yashab o'tishni nasib qilgin deb so'ranglar degan.